Harakat qilma deydi. Nimaga desa, sen yurganing sari oyog'ing yemiriladi deydi. Xo'p, yurgan sari oyog'i yemirilsa, xo'p. U bechir qachon yaxshi bo'ladi? Prosta men aytmoqchi bo'lganim, holi operatsiya qildirsangiz ham baribir bu narsa anaqa bo'ladi. Grija bezovta qiladi. Kim qo'shnim qildirgan dedingizmi? Nima dedingiz? Nima bo'lgan? O'g'il bola. Yosh bo'lib qolgan. Men qaytarib oldirib kelishgan, shu bilamiz deb. Keyin baribir yana qaytaradi. Bu qaytalanganligining sababi nimada? Shuning uchun ham kineziyologiyani muolajalarining darajasi baland turadi. Chunki taningizdagi o'zingizni ko'tarib turgan oyog'ingiz bor-ku, sizni taningizni ko'tarib turgan oyoqdagi agar mushak ishlamasa, tanani o'ziga og'irlik qo'radi. Bu faqatgina belingiz og'rishi belni o'zidan emas-da, sabab bu oyoqdagi mushaklar ishlamasligidan. Sizni oyog'ingizni ko'tarayotganda kuch bor yo'qligini tekshirishdi-ku, ko'rdingizmi? O'sha paytda agar tanada kuch bo'ladigan bo'lsa, sizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni o'zingizni taningizni stabilizatsiya qilib turadigan mushaklar ishlasa, belga og'irlik tushmaydi. Xuddi anaqaga o'xshaydi-da. Bitta qimmat mashina bor, hamma salonlari zo'r, rullari zo'r, lekin baloni pisaygan. Qanaqa yurasiz unda? Men Lamborghini bo'lsa ham, men Rolls-Royce bo'lsa ham yura olmaysiz unda. Sabab nimaga? Chunki balonda muammo bor. Maksimum yurasiz 3-4 kilometr yurasiz, bo'ldi. Undan keyin diskaga muammo o'tadi, keyin ходовойga o'tadi. Xuddi shunaqa. Tanada ham agar mishsa ishlamasa, keyin birinchi koleniy sustavga, ya'ni ham tizza, bo'g'im sustavga og'irlik tushadi. Keyin u yerda yemirilish boshlanadi. Bitta oddiygina oyoqdagi mushaklar ishlamasligi sabab. Keyin u doktorga boradi, analiz topshiradi, palon pulli kapelnitsa ukol foyda bersa berdi, bermasa undan ziyoniga. O'shaning uchun. Keyin mana shu og'riqlarni hammasini odam kontrol qilib, har doim harakatda bo'lish kerak. Men ham narsaga yomon qo'shilmayman. Boya ham xolaga ham gapirib berayotgandim. Suya yemirilish deb oyog'ini aniq qilgan, siz faqat yotasiz degan. Yotish bilan ish bitmaydi. Harakat qilmasangiz, mushaklarni harakatga keltirmasangiz, bu narsa yaxshi bo'lmaydi. Naborot ketaveradi. Xuddi shunaqa. Aslida harakat qilma deydi. Nimaga desa, sen yurganing sari oyog'ing yemiriladi deydi. Xo'p, yurgan sari oyog'i yemirilsa, xo'p. U bechir qachon yaxshi bo'ladi? Yotsangiz yaxshi bo'lib qolmaydi, battar bo'ladi. U bechira yana yotadi, o'tirgan joyida ovqatini yeydi, ovqat yeb yana yotadi. Ketdi, undan keyin u yog'iga oshqozon, o'tfa, boshqa kasallik. Ortiqcha vaznli, xudo xolisi, yaxshi bo'lasiz, xudo xolisi. Holi 30 yildan beri dedingizmi? Почти men bilan, почти barobar men bilan. Nisbiy darajada yaxshimisiz o'zi? Nisbatan og'riqlaringiz qo'yaptimi? Qo'yapti, lekin baribir kechqurun yeyotgan narsalaringizni kontrol qiling. Xamir ovqat, dieta demaylik, dieta desa miyaga boshqacha tuyuladi-da, voy deydi, men dieta qilishni boshlashingiz bilan sirazi o'sha mumkin emas bo'lgan narsalarni yegingiz keladi. Rostda, psixologiyada. Shunaqa shokolad yegingiz keladi. Dieta demak, ma'lum bir narsalar, xamirli ovqat, nonli narsalar, ya'ni non, xamir, shirinlik. Endi gazli shundoq ham ichmasangiz kerak. Yaxshi. ichmaganingiz yaxshi. O'sha yeyotgan narsalar, kechqurundagi mana sizga bitta zo'r sekret aytaman. Kechqurundagi muammolar bor, mana misol uchun hech eshitganmisiz aniq? Kasal bor, kechqurun qo'zg'aydi-yu. Mana o'sha 90% ichki organda muammo bo'lsa, mana shu kechki payt kasal qo'zg'aydi. Pakoy paytida tanaga og'irlik bo'lib, nima deydi, og'riqlar boshlansa, bilingki, shu odam yo oshqozon, yo o'tfa, yo jigarida qanaqadir muammo bor. Shu uchalasidan bittasi yaxshi ishlamayapti. Yana eng yomon taraf nimada? Bu oshqozon, o'tfa, jigar uchalasi bitta nima deydi, birdamlikda ishlaydi. Vazifasi bir xil. Agar bittasida muammo bo'lsa, qolgan ikkitasida ham aniq muammo bo'ladi. Shuning uchun e'tibor bering, ovqat hazm bo'lmayotgan odamning o'tfagida har doim zagib bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi? Kechqurun kategoriyasiga soat 7 dan keyin og'ir ovqatlar, guruch, kartoshka, xamirli ovqatlar yemang. 4 kun, 5 kun shu narsani kuzating, o'zingizda yengillik his qilgandan keyin ertalab namozga turgan paytingizda meni duo qilasiz. Duo qiling. Amin. Amin. Baraka berib, ishlari xayrli bo'lsin. Amin. Elchigayingiz kelsin. Xo'la. Salomat bo'ling, hech charchamang, mahkam bo'ling, xudo xolasa yaxshi bo'lasiz inshaalloh.